ketyapsan, bu yoqqa kel. Kelishimmi, dada? Qayerga ketyapsan? Shuna bitta chimildiq kiribdi. To'xtabdi. Tog'ang rasini eshitibdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan, o'g'lim. Xo'p, shu keliningizdan. Qochmaydi, kelganda kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi, bola. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay, dada. O'ylayapsanmi? O'ylayaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib kelsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasa. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turtishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? O'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum, dada. Qandaysan, to'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'pti. Zo'r bo'pti-ku. Sen u narsalarni o'ylama, sen ishni qilgin bolam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada, qotib qoldingiz. Dada, qotib qoldingiz. Qotib qoldimmi? Mashinik, aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi, menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tur. Boshdan qolsa. Nima qilyapsiz, xudo? Xudo, odam bodammas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yuborib, qizimga osib tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima, qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqay odam ket. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman.